5 xil положенияsi bor. Mana Ekoda 70-80 km yuradi. Turda hop 50 km gacha. Mana speedi bor. 35 km dan 50 km gacha yuradi. Power eng oxirgi skorost, eng tez bo'ladi. Bu gibrid. Hop. Bu assistentli bo'ladi. Pedalni aylantirsa, o'zi avtomaticheski qo'shadi. Tortaman, tortib ketaman deydi-yu bu. Gibridni germanskiy staminaman deganlar uchun keldi. Alyumin rami oldi amortizatorli, trio oldi motor. Покрушкалari Schwalbe Marazon Plus. Bu обычный velosipedda oldida motor bilan farq qiladi xolos. Qolgan hamma yog'i bir xil bo'ladi. Apparatlar Nexus Yaponiyaniki 7 talik. Oyoqda tormoz bor. Ruchnoy tormozlari bor. Batareykalari Samsung. Egarlar italyanskiy, egarning tagida amortizator bor, yumshoq. Razmeri 26. Ko'pchilik aytadi, hali gavdam sal kichkinaroq. Menga 28 velosiped kattalik qilyapti, noqulay. Mana как раз siz uchun 26si o'tirganda qulaylik вообще zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsin. Eng qiziq joyi buni narxida. Narxi $400. Kim bersa, sraz beraveramiz.